$845 evaziga Toshkentdan Umra safariga borishni niyat qilib turgan obunachilarimiz narxi tushishini kutayotganlar bormidi? Xudo xolasa sizlar kutgan kun keldi. $845 evaziga Hikmat Travel orqali Toshkentdan Umra safariga borishlaring mumkin. Qachonga reyslar bor degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, biz sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. 1 kunlik, 2 kunlik reyslar emas. Masalan, bugun kechpay uchib ketadigan, ertaga ertalab uchib ketadigan reyslar emas. Xudo xolasa 1 haftalik, 2 haftalik reyslar sanalarini sizlarga to'liq qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Videoda boshidan bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Assalomu alaykum Abdug'offor aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka $845 dan menimcha hech qaysi firma qo'ymagan. Yo'q, xudo xolasa birinchilardan bo'lib qo'yyapmiz. $845 dan Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. $845 dan qaysi kunlarga bor deydiganlar uchun 19-iyul kuni bor, 20-iyul, 21-iyul, 22-iyul, 23-iyul, 24-25-iyul kunlar reyslarimiz bor. Bemalol Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz. $845. Agar vizangiz bo'lsa $745 bo'ladi. Yana $100 arzon bo'ladi. Gap yo'q, $745. Endi biz vodiydan boramiz deydiganlar uchun Farg'onadan ham reyslarimiz bor. Bu ham $845. Narxi bir xil. Narxi bir xil. Agar vizasi bo'lsa Farg'onadan ham $745 bo'ladi. Vizasi bo'ladigan $745 evaziga borsan. Farg'onadan 20-iyul kuni bor, 24-iyul kuni bor reyslarimiz. Reyslar bor. Xudo xolasa sizlarga endi reyslarda narxlarini aytib o'tdi. $745 agar sizlar vizalaring bo'ladigan bo'lsa, vizalaring yo'q bo'ladigan bo'lsa ham o'zi $845 dan menimcha hech qaysi firma qo'ymagan. Agar haqiqatan arzon qo'ygan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga yozib o'tinglar. Haqiqatan sizlarda arzon ekan deb. Hikmat Travel litsenziyaga ega bo'lgan kompaniya. Endi aka shart-sharoitlar tushuntirib bersak. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada gastitsalarimiz uzunligi 200-300 metr. Xo'p, Makka Mukarramada eng yaqini 800 metr, eng uzog'i 2,5 kilometr. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushishadi. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari. Xo'p, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi. Xo'p, 50 bosh xizmatimiz aeroportdan billa borib, billa keladi iloji boricha. Xudo xolasa undan tashqari firma tomonidan so'mka, kamzil, bejik beriladi. Vizalarni ham iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz. Xudo xolasa beriladi. Keyin qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida beriladi. Yana bitta bonus tariqasida qo'shib beriladi, gap yo'q. Xo'p, to'lov masalasi bo'yicha deydiganlar uchun, to'lovlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Bular Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga ofislarga borish uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerlarda WhatsApp, Telegramlarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Pasportlaringni tashlaysizlar, jindekkina zakolat tashlaysizlar. Viza puliga $50, $100, uni ag'ini qolganini aeroportda to'laysizlar. Muammosi yo'q. Muammosi o'zlariga qulay bo'lgan variantda bemalol to'lovni amalga oshirishsa bo'laveradi. Xudo xolasa hozirroq telefon qilib joylaring biron qilinglar, bugungami, ertagami, indingami, o'zlaringga qulay bo'lgan vaqt xudo xolasa aytsalar, akalarimiz chiroyli qilib berishadi. Yana bir marta qaytarib aytib qo'yapman, Hikmat Travel litsenziyaga ega bo'lgan kompaniya. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib joylaring biron qilishlaring mumkin. Bu videoga bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa sizlarga birinchilardan bo'lib shunaqa tezkor xabarlarimiz chiqib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha